%93 masala 15 litr is gazi bilan karbon tayindirib berilgan. Aralashmadagi uglerodning massasi kislorod massasidan 2 marta kichik, ya'ni 1/2 nisbatda bo'lsa, gaz aralashmasining hajmiy tarkibini aniqlang degan. Bu uchun biz aralashmadagi is gazini mana 1 mol olsak, karbon tayindirib 2 mol oldik. Demak, 1 molimizda uglorod 12 gram, kislorodimiz 16 gram. 2 molimizda 12x gram uglorod, 32x gram kislorod bo'ladi. Demak, uglerodlar massasi yig'indisi 12x, 16 plus 32x. Nisbat demak 1 ga 2 degan. Demak, tenglamani yechadigan bo'lsa 2 ga ko'paytirib chiqamiz, x topamiz 1. Demak, bunimiz 1 mol bo'lganda bunimiz ham 1 mol. Biz aralashmamiz 2 mol bo'ladi. 2 molimizda 1 mol karbon tayindirib 1 mol is gaz bo'lsa, biz aralashmamiz hajmi 15 litrdir. 15 litrimizda 7,5 litr karbon tayindirib 7,5 litr is gaz bo'ladi.